Tadbirkorlarni dunyo tajribasi bilan tanishtirish, mamlakatimizga investitsiyalarni jalb qilish hamda xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida Savdo-sanoat palatasi tomonidan qator loyihalar yo'lga qo'yilmoqda. Biznes diplomat xalqaro loyihasi ham ana shular jumlasidan. Ushbu dasturning 4-bosqichi doirasida O'zbekiston delegatsiyasi vakillari Avstraliyaga borishdi. Tashrif doirasida 2 davlat savdo-sanoat palatalari va tadbirkorlar ishtirokida uchrashuv tashkil etildi. Muxbirimiz bu haqda batafsil so'z yuritadi. Sir emaski, so'nggi yillarda mamlakatimiz dunyoga ochilib, tadbirkorlik uchun investorlar jalb qilinmoqda. Bu yo'lda esa biznes diplomat loyihasi ayni muddo bo'lmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Loyihaning avvalgi 3 bosqichida yurtimiz tadbirkorlari Buyuk Britaniya, Yaponiya, Chexiya, Germaniya, Shveysariya va Fransiya kabi rivojlangan davlatlarga borib fikr almashdilar. 4-bosqich doirasida esa avstraliyalik ishbilarmon doiralar bilan uchrashuv tashkil etildi. O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi va Avstraliya Savdo-sanoat palatasi tashabbusi bilan O'zbekiston-Avstraliya forumi tashkil etildi. Ayni dam bir nechta o'zbek tadbirkorlaridan tarkib topgan katta delegatsiya Avstraliyada. Tashrifimizdan asosiy maqsad bu yerdagi biznes dunyosini o'rganish. Aynan Avstraliyada tadbirkorlar nimalarga ahamiyat berishadi? Avstraliyada sarmoya uchun qanaqa imkoniyatlar mavjud va bu davlatda bor bo'lgan tadbirkorlarning O'zbekistonga qiziqishi qanaqa? Biz ham o'z tarafdan O'zbekistondagi bor potensialni ko'rsatib berishga harakat qilyapmizki, avstraliyalik tadbirkorlar O'zbekistonga sarmoya olib kirsin va shu qatorda franchising imkoniyatlarini ham ko'rib chiqyapmiz. Va buning uchun albatta Avstraliya Savdo-sanoat palatasiga katta minnatdorchilik bildiramiz, chunki juda katta informatsion sessiyani tashkil etishdi. Tadbirda 25 dan ziyod o'zbekistonlik tadbirkorlar ishtirok etishdi. 2 davlat ishbilarmonlari o'zaro fikr almashdilar. Avstraliyalik tadbirkorlarga mamlakatimizda yaratilayotgan shart-sharoitlar, berilayotgan imkoniyatlar haqida ma'lumot berildi. Biz 100 mingga yaqin kichik, o'rta va yirik bizneslar bilan ishlaymiz. O'zbekistonlik tadbirkorlar bilan bir necha bor uchrashuvlar o'tkazdik. Bu orqali mamlakatingizning investitsiya salohiyati, imkoniyatlari va iqtisodiy hamkorlik yo'nalishlari bo'yicha aniq ma'lumotlarga ega bo'ldik deya olaman. Alohida ta'kidlash lozim, biz uchun O'zbekiston bilan biznes bo'yicha hamkorlik muhim hisoblanadi. Tadbirkorlarimizga yangi ilm, taassurot va g'oyalar. Bu esa ushbu formatdagi forumlar o'zini oqlayotganligidan dalolat beradi. Avstraliyaning Melburn shahridan Hudud informatsion dasturi uchun.